Bularning hammasi sizga yaxshi ko'rinish uchun. Men sizga rahmim kelgani uchun gapiryapman. Siz yaxshi qizsiz, Dilnozaxon. Maslahatim, o'g'limga qurbon bo'lib qolmang. Odamlar nega unaqa? Nega boshqalarning tuyg'ulari bilan o'ynashadi? Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha. Charchamayapsanmi? Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Rahmat. Bugun erta qaytibsanmi? Ofisda hamma ishda joyida. Eng qizig'i dadam bilan gaplashdim. Dadam xursand. Bor gap shu. Juda yaxshi. Tinchlikmi oyi? Nima, hozir siz menga ishonmayapsizmi? Oyi, rostdan ishdan kelyapman. Men bir narsa dedimmi? Kir ichkariga ovqatlanamiz. Xo'p. Xo'sh, qalay? Kostyum yarashibdimi? Yarashibdi. O'tiring, nimadir tayyorlayman. Yo'q, hozir shart emas. Xo'sh, daftarchangni to'ldiryapsanmi? Ha, Xo'sh, qanaqa gaplar yozyapsan? yozyapman-da. Umid qilamanki, yaxshi rejalar, yaxshi gaplar. Shundaymi? Ha, Yetadi. Dilnoz, oyis keladilar hozir. oyim kelmaydilar. Dilnoz, senga bitta gap aytmoqchiman. Seni uchratganimdan keyin